Keling siz bilan limon daraxtini urug'dan qanday o'stirilishini ko'rib chiqamiz. Juda oson va qiziqarli jarayon. Avvalo urug'lari bor limon tanlanadi va ichidagi urug'lar ajratib olinadi. Ba'zi hollarda urug'ning tashqi postini olib tashlash uning jarayonini tezlashtiradi. Urug'lar nam qog'oz orasiga joylanib, plastik paketga solinadi va iliq joyda 2 haftagacha saqlanadi. Shu vaqt ichida ular unib chiqadi. So'ngra urug'lar suv o'tkazuvchi tuproqqa ekiladi. Buning uchun drenaj teshiklari bor stakan yoki idishlardan foydalanish mumkin. Urug'lar ildizi pastga qaragan holda ekiladi va tuproq namlab sug'oriladi. Namlikni saqlash uchun idish ustiga plastik paket yopish mumkin. Bu issiqxona effektini yaratadi. Bir necha kundan so'ng nihollar paydo bo'ladi. O'simliklar o'sgach, ularni kattaroq idishlarga ko'chirib, muntazam o'g'itlab turish kerak. To'g'ri parvarish qilinganda bir necha yildan keyin limon daraxti meva bera boshlaydi. Albatta, limon o'stirishda iqlim sharoiti va xonaning temperaturasini inobatga olish kerak. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmang. Qishloq xo'jaligining barcha sohalari bo'yicha qiziqarli va foydali videolar joylab boraman. Menga obuna bo'ling.